bo'lib mana shu asfaltlarni utilizatsiya qilsa bo'lardi. O'zi bor. Masvosi chiqyapti vaqti. Bittasidan olib qolsa, ikkinchisiga tushib ketyapmiz yamaga. Hamma yoq rasvo bo'lyapti. Ana eski mashinalarni yo'qotamiz deb kambag'allar talon-taroj qilgandan ko'ra, asfaltlarni talon-taroj qilib, yangi asfaltlarni bossa bo'lmaydimi? Budjetimizda pul yo'qmi? O'zi mana qoch, yamanidan qoch. Oldin o'shalar mana shu kamchiliklarni to'g'rilasa bo'lardi oldin. Qanaqa qilib qaysi anaqa bilan o'ylab topildi bu narsa bilmayman, bor. Yoki hamma kambag'allarni yig'ib bir boyroq davlatlarga, Amerikalarga misol uchun ko'chirib yuborish kerak-da. Bu yerda borib ishlab kelsa, yangi mashinalar haydaymiz. Keyin o'zimiz olib beramiz. Tekinga, utilizatsiyaga. Yamalarni rasvo yo'llar. Mayli, insof bersa hammamizga. Men bir kun o'lib ketamiz-ku, onasini ensa bu. Mana shu dunyo hammamizdan qolib ketadi. Liboydan qolib ketadi mana shu dunyo, bor-ku, javob gapimga.